boshlab oldik yana. Bizda ikkitami bu? Da, vaqtimiz ketyapti. Assalomu alaykum. Umuman bizni kuzatadiganlar va bundan video dars ko'rayotganlar hammaga. Xo'p, biz boshlaymiz. Trading nima degan savollarga va tradingda hozircha eng oddiy elemental narsalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, eng oddiy narsalardan boshlasak. Trading qanaqa? Trading View'ni bu turgan saytim qanaqa, nima bu va bu nimalarda ishlashi to'liqroq qarab chiqsak, misol uchun tradingda bu degani o'zbekchasiga savdo degani, bu savdoda valyuta savdolari va kripto savdolari va aksiya savdolarini olib sotishimizdan foyda qilishimiz mumkin. Xo'p, bunda kerakli bo'ladigan narsalar nima? Shuni kelinglar boshidan ko'rsataman nima ekanligini. Bundan chiqib ketamiz. Bitta saqlanib qolib. Bundan oldin bizga kerak bo'ladi Google Classroom. Va bunda TradingView platformasiga kirib olamiz. TradingView platformasi bilan qanaqadir tanishaylik. Xo'p, eng kerakli, eng saytlardan bittasi. Biz shunda ishlaymiz desak ham bo'ladi. TradingViewga kirib oladi. Trading. Bu tradingdan products, yani mahsulotlardan hozirgi turishi nimalar? Nasdaq yoki S&P 500, Dow Jones va Japan 2225. Bular nima? Qarab kelsak, ma'lumot berib ketaman. Birinchi darsimiz balki shu boshlang'ich TradingView haqida tanishish bo'lsin. Mayli. Xo'p, bu indekslar, skotlar, kriptolar, futureslar, forexlar, bondslar va Ethereum shunaqa narsalar. Bu hozir insight ma'lumot, bularga o'tamiz. Stoklar. Yana stoklar, hozir insightlar, bular asosiy nimalar? S&P 500 misol uchun Amerika, butun dunyoda deylik yoki Amerikada deylik yoki Yevropada desak ham shu eng zo'r 500 ta aksiyalarni yig'indisi. Nasdaq ham, Nasdaq Dow Jones ham. Stokslar biz ko'rib turgandek, mana Apple'lar, ya'ni biz Apple aksiyalarini sotib olishimiz. Bunda bu saytda sotib olib bo'lmaydi, ya'ni tushuntirish uchun sotib olib bo'lmaydi. Bular bu saytda analiz qilsa bo'ladi. Ya'ni biz bilgan Apple, mana Amazon, yana boshqa nimalar bor? Tesla va Microsoft, Jones degan brend bor ekan, Johnson degan brend bor ekan. Amerika va Yevropaniki bular brendlar. Biz biladigan Walmart, yana shunaqa o'xshagan bular aksiyalarda. Xo'p, kriptoga o'tamiz. Kripto bo'limiga o'tamiz. Kriptoda hamma biladigan Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, bular asosiy o'zlarining coinlari, ya'ni US Coin, hop, Dogecoin va buni menimcha yaqin yillarda chiqdi. Bu hamma bilsa kerak, sen o'ynab yig'ganlar bo'lsa. Yoki hamma bilgan Notcoin, ya'ni tangachalar urib bosiladigan coinlar kripto yo'nalishiga kiradi. Xo'p, biz o'tadigan futureslar. Futureslarga nimalar kiradi? Futureslarga tilla, kumush, platinum, copper, gaz, yana neft, yana kofe, Coca-Cola, bular futureslarga kiradi. Xo'p, biz boshqa o'tib olamiz. Hamma biladigan va traderlar ishlatadigan eng kattasi va gold bilan silver. Xo'p, futureslar nimaligini tushunib oldik. Keyin forex. Forex asosiy hamma biladigan USD, JPY, JPP, USD yoki AUD bularga hali qaytamiz. Asosiy biz hozir biladigan nima ekanligimizni tushunib olaylik bo'ldi. Va bondslar, bular ko'proq nimalarda ishlanadi? Mana bu Germaniya, bu Amerika,
bu Angliya, bu Germaniya, bu Amerika, bu adashdim, uzr. Lari asosiy bondlarda biz biladiganlar SMT o'laroq ishlatishimiz mumkin. Xo'p, endi kiradigan products va shamchilar bo'limiga bossak va bizga chart ochib beradi. Va bu mani analizim buni o'chirib yuborsak bo'ladi yoki umuman kirsak bu taraflarda, ya'ni uskunalari bizga nima kerak? Men pastda ana o'qiganman. Nima kerak bo'lsa yulduzcha bilan belgilab, qulayligi uchun belgilab olganman. Xo'p, bular nima? Bular har bittasiga to'xtalib o'tamiz, lekin bular shamchalar analiz qilishga yordam beradigan qanaqa uskunalar deb hisoblasak bo'ladi. Bular 1 minutlik, 3 minutlik, 5 minutlik, 15 minutlik, 31 bu va hokazolar. Bular vaqtlar har xil time frame'da, grafiklar har xil bo'ladi. Bu grafiklar biz buni o'zgartirishimiz mumkin, barsga qo'yishimiz mumkin, ya bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va biz hamma biladigan candle bu yapon shamchalari deb nomlanadi. Ko'k qism va buni xohlagancha nastroykada o'zgartirsa bo'ladi. Va bizda hop liniyada ko'rishimiz mumkin, agar kimgadir qulay bo'lsa, yoki step line bor ekan, ya'ni qadamli chiziq deb tarjima qilinadi. Xo'p, arenada eng qulayi, hamma ishlatadigani bu candle, yapon shamlari. Bular nomi yapon shamlari. Yapon shamlardan o'tdik va biz keyin ko'radigan narsamiz USD, JPY'lar. Bular futureslar, ya'ni hozir ko'rganlarimiz va bular grafiki. Bu futures. Bu hozir ko'rgan S&P 500, Dow Jones, Nasdaqlar grafiklari. Va bu gold. Bu oltinni grafiki. Oltin ko'tarilyapti yo tushyapti. Yana ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkin, oltin maksimumni 2-3 kun oldin yangiladi. Ya'ni 3493 ga chiqdi. Bu juda katta o'zgarish va juda katta siljish. Sababini fundamental darsimizda aytib bildirib o'taman. Bu silver, ya'ni kumush. Bu grafiklar forex grafiklarda, ya'ni valyuta paralar. Va biz biladigan mana bu Bitcoin, ya'ni bu Bitcoin ham hozir yaxshi narxda turibdi, ya'ni $92,000. Ya'ni bo'lsa sotish kerak bo'ldi. Kutmaslik kerak 100,000, 108,000 bo'lishini. Sotish kerak, pastroq bo'lgandan keyin sotib olib soqqa qilish kerak. Keyin bu neftga o'tgandan keyin bular neftda, misol uchun har qanaqa neftda o'rtachasini chiqarib beradi. Va biz toza grafik, ya'ni bu grafikimda savdoyim bor, unda tushuntirishim o'tishim mumkin. Ya'ni bu biz qisqacha tushunib oldik. Va nastroykalarga kirsak, bu qanaqadir analiz. Hozir birinchi darsimizda analiz qilmaymiz. Keyingi darslarimizda analiz qila boshlaymiz. Bular chizadi, misol uchun. Bu qanaqadir har birini o'zini anavlari bor, vazifalari bor va har biri bilan bittadan to'xtalib o'tmaymiz. Lekin bu trading view uchun qisqacha tushuntirish hisoblanadi. Xo'sh, bugungi video darsimiz shundan iborat. Bilishim bo'yicha video darslar ko'rsangiz, agar trading bo'yicha qanaqa tushunchalarga ega bo'lasiz, agar qanaqadir qiziqarli yoki tushunmaydigan narsangiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan Graph Invest asoschisi Islom Amonov bo'ldi. Rahmat, kattakon.